Assalomu alaykum. Captiva mashinamizni starterga qo'shmayotgan ekan. Ba'zi yurib ketganda o'zi oldiga surilib yoki zadniga yurib ketib qolgan odati bor ekan. E'tibor bersangiz, mana tabloda avtomat ko'rikman parkovka degan joy yo'q. P yozuvi yo'q. Hop, richagni neytralga qo'yamiz desa, uni ham qotib qolgan. Shuning uchun kalit sug'uramiz. Mana joyidan qarab, mana endi ochamiz. Mana R'ga tushdi. Hop. Neytralniga qo'ydik. Ham neytralnida. D'ga. GPS ulandi. Ham D bo'ldi-ya. Endi neytralga yana qaytadan qo'ydik, lekin mana neytralga qaytmadi. Buni R'ga urib, boshqadan N'ga qaytarsak, keyin qaytyapti. Hozir endi yuraveradi. Yurdi. Bu skorost datchiklar joyi tushmagan. Buni ochib, hamma yoqni boshqadan ko'rib chiqishimiz kerak, kontaktlarni. GPS ulandi. Avval o'chirib olamiz. Ish boshlaymiz.